Tarixdagi eng qo'rqinchli jangchi shu darajada jasur raqibdan yutqazishi mumkinmidi? Afsonaviy chempion Mayk Tayson 3 yillik sukutdan so'ng ringga qaytib, hali ham taxt sohibidek kuchga ega ekanini isbotlash uchun maydonga chiqdi. Ringdan tashqarida yillar davomida yig'ilgan shubhalar, musibatlar, ring ichida esa tovlanib turgan g'ayrat va qat'iyat. Uning raqibi yosh, jasur, o'tkir Peter McNeely bo'lib, u birinchi raundda Taysonni yiqitib tashlashga va'da bergan edi. Shanba kuni Taysonni maydondan supurib tashlayman, ko'rasizlar. Hamma tezda yakunlanadigan jang kutardi, lekin Mayk hayratlanarli chidam va mahorat namoyon etdi. McNeely aql bovar qilmas shiddatli hujum bilan olg'a tashlanar, raqibini qudratli zarba bilan yo'q qilishni ko'zlardi. Ammo Tayson uning zarbalarini his qilib, aniq va tejamsiz qarshi hujumlar bilan javob qaytardi. Eng hal qiluvchi onga kelganda, go'yo yoshlik ustun keladigandek tuyulgan paytda, veteranning tajribasi va mahorati o'z so'zini aytdi. Tayson kutilmagan nokautni amalga oshirdi va yillar o'tgan bo'lsa ham, u ringdagi eng xatarli hayvon ekanini yana bir bor isbotladi.